Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun 2025-yil 29-iyun sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasida Uchqunjonni qo'rasiga keldim do'stlar. Do'stlar, bugungi video xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun nihoyatda foydali video bo'ladi. Bizning kanalimizda aka-ukalarimiz haqiqiy bo'yni uzun, oyoq qo'li cho'ziq simjullaridan haqiqiy elita qo'zi so'ragan aka-ukalarimizga do'stlar bu video maxsus video bo'lyapti do'stlar. Do'stlar, qo'zilarga bir baho berasizlar. Qo'zilarga qarasangiz ko'zingiz quvnaydigan, ko'zingiz dam oladigan qo'zilar keldi endi akalar. Oyoq qo'li cho'ziq, dummalari kelishgan, kalla garbonoslari nihoyatda chiroyli, liboy joyda klimatiga moslashadi, uncha-muncha kasallikka chalinmaydi akalar. Tez o'suvchan, tez semiruvchan mana shunday elita variantdagi qo'zilar kimga kerak bo'lsa, akalar endi Uchqunjon bilan birgalikda ma'lumotlarni aytib o'tamiz akalar. Bizning videolarga like gumillatasizlar akalar. Bo'lmasa biz mana shunday qo'zilarni muntazam ko'rsatib beraveramiz akalar. Do'stlar, mana shunday qo'zilar har bitta yurtdoshlarimda xonadonida bo'lsin. Har bitta bizni ko'rib turgan aka-ukalarimizni qo'rasida bo'lsin. Bo'lmasa Uchqunjon bilan birgalikda mana shu oldida ayiq polvon ham uyalib qoladigan qo'zilarning ma'lumotlarini aytishdi boshladik akalar. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana obunachilarimiz uchun, yurtdoshlar uchun qo'zilarni, elita qo'zilarni, qo'chqorchalarni, udarlarni ushlab ham ko'rsatamiz akalar. Buni dumma holatlariga, buni poychalariga, oyoq qo'llariga bir e'tibor beringlar akalar. Qarasangiz ko'zingiz quvnaydigan, gazli kalla garbonoslari ham nihoyatda chiroyli. Akalar, bu qo'zilar nima deyapti akalar? Mana qo'zilarning zo'rlari. Endi qo'zini zo'ri, haqiqiy elita, haqiqiy hissorisi kimga kerak bo'lsa, akalar mana pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib sirroshni egallik qilib olinglar. Assalomu alaykum Uchqunjon. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? Rahmat aka, o'zingiz zo'rmi? Chorvangizni barakasini bersin. Rahmat aka, o'zingizga baraka bersin. Bugun Uchqunjon qo'zilarni juda o'zgacha zo'ri kelibdi, ha? Aka, xudo xolasa shu dahshatlari keldi aka. Mashalloh. Qo'zilaman, boqaman, naslga qo'yaman degan odamlarga zakasini aytib aka. Haqiqiy nasl boblari kelibdi qo'zilar. Haqiqiy nasllari ko'p. Oyoq qo'llari cho'ziq, nihoyatda kattalari kelibdi. Aka, qo'zining ichida 35 kilo keladigan qo'zilarim bor. Mashalloh, qo'zilarga qaranglar. Bir e'tibor beringlar akalar, o'zlaringiz bir baho beringlar qo'zilarni, yurishlariga. Endi Uchqunjon, Labbay aka. bugungi videoda xalqimizga, yurtdoshlarimizga nechi bosh qo'zi haqida ma'lumotlarni aytamiz. Aka, bugungi videoda xudo xolasa 2 partiya qo'zi chiqaramiz. 2 partiya qo'zi chiqaramiz. Bu aka bir tekis standart 80 bosh bir qurani qo'zi aka. Izidan aka buni ukalarini chiqaramiz. Ukalarini chiqaramiz. Ukalarini xudo xolasa. Bu yerda nechi bosh bor endi? Bu yerda aka 80 ta qo'zi bor. 80 bosh qo'zi bor. 80 bosh qo'zi bor. Nechtasi qo'chqar endi bulardi? Aka, buni hammasi qo'chqar. Yo'q, hammasi qo'chqar. Hammasi qo'chqar. Mashalloh. Akalar, hammasi qo'chqor ekan. Akalar, haqiqiy shak qo'chqor ham oldida uyalib qoladigan qo'chqorlar endi kimga kerak bo'lsa shoshilasizlar akalar. Aka, hammasi qo'chqor, hammasi bir en, bir qo'rani aka. Hammasi bir qo'ra, bitta joyda bir en aka. qo'chqori. Mashalloh, zo'r ekan lekin qo'chqorlar vobshim udar ekan. Akalar, haqiqiy qo'zi kimga kerak bo'lsa endi mana endi shoshilinglar akalar. Zo'rlari kelibdi akalar. Menga qarang, Uchqunjon, endi bularni yoshi qanday endi? Yoshini ham bir aytaylik qani? Yoshi aka 6 oylikka qarab yurdi nasib bo'lsa. 6 oylik bo'ldi o'sha. 6 oylikka qarab nasib bo'lsa, bular o'zi shakka yaqinlashdi, o'zi katta qo'chqor bo'lib qopti-da. Aka, Lubbayni kelib bo'yini o'lchab ko'rishsin. 75 pelisga olishursin qo'zi. Mashalloh, akalar, boshim yiriklari kelibdi haqiqiy. 75 pelisga olishsin qo'zi. Haqiqiy qo'chqor endi kelibdi akalar. Menga qarang, endi mana shu yerda birinchi partiyada nechi bosh dedingiz? 80 bosh qo'y bor. 80 bosh qo'chqor akalar. Endi bu 80 bosh qo'chqorni aka-ukalarimizga, yurtdoshlarga shu bir qo'lga olaman degan aka-ukalarimiz ham bor-da kanalimizga, akajon. Aka, xudo xolasa bugun narx shu yorilib ketadi, bomba bo'ladi aka. Narx bomba bo'ladimi? Bomba bo'ladi aka. Narx shu arzon bo'lsin. Akalarimiz, yurtdoshlarimiz sizdan bizdan foydalansin-da, duo qilsin. Shu duo qilib sizni mana shu qo'chqorlarni olib ketishsin-da, baraka topsin. Kim olsa ham. Akalar, menga qarang, bularni bir qo'lga oladigan akalarga bir chiroyli qilib bahosini ayting bularni. Aka, xudo xolasa aka, men ko'rib turibsiz, realni ustidasiz. Men mashina tushirib
turganimgacha siz guvohsiz aka. Shunday. Hozir tog'dan tushib kelyapti aka. Shunday. Hali charchoqlari ham ertalab yuklangani qo'zini mana hozir kirib kelyapti qo'z aka. Mashalloh, boshim udar ekan, lekin. Hali bu qo'z damini olgani yo'q. Hali charchoqlari ham olgani yo'q aka. Qo'zi charchyapti. Ertalab charchoqlari ham chiqmagan. Shunday. Qani bir yurishlarni ko'raylik, qan qo'zlar haydang shu qarab. Qo'zilar bir yursin, akalarimiz bir yurishlarini tomosha qilsin. Qo'zilarni. Uchqunjon, Labay aka. yo'q keling qani endi. Menga qarang, endi bu qo'zilarni bahosini bir chiroyli qilib ayting endi. Akalarimizni kuttirmaylik. Aka kuttirmaymiz. Buni maqsad qo'yishdan sotish. To'g'risida aka. Buni oldi qochdi qilib baho kerak emas aka. Ko'ryapmiz aka, 4 million ham, 38 ham sotilyapti. 39 ham, kam 3,5 millionga shunday qo'z sotilyapti aka. O'zingiz kanalingiz ham boshqa kanalda aka. Meni bilasiz aka. Yengil kelsa yengil sotaman. Yengil kelsa yengil sotasiz. Yengil kelsa yengil sotaman aka. Oldi qochishimiz kerak emas aka. Mashalloh, yurishlariga qarang bular. Qo'zi aka bir tekis, bir Qur'on aka. Juda chiroyli. Yana bitta narsasi aka, quloq butun qo'zini. Yo'q, quloq butun. Hammasini qulog'i olinmagan aka qo'ziga. En solinmagan ekan. Akalar voshim udar ekanda. Seni bilan xohlagan ana o'ga Mashalloh. Nasl bob ekan. Ana shular voshim nasl bobda. Akalar bu qo'chqorlarni olib tashab qo'ysangiz, bu yil shu payti $1000 qo'chqor bo'lar. Nasib bo'lsa inshaalloh. Shunday. Menga qarang, bahosini ayting qan bo'lardi? Aka bahosini jaqqa javob. Bomba qilaman dedim aka. 38 4 million kerak emas. 3,5 million ham kerak emas. Yo'q, 3,5 million ham demayman shu. Bitta joyga olaman degan aka, 80 boshda olaman degan. 3 million 300 mingdan qilib beraman. 3 million 300. 3 million 300 mingdan aka. Bir qo'lga olsa 3 million 300 dan. Bir qo'lga 3 million 300 mingdan qilib beraman aka. Uchqunjon. Labay aka. Menga qarang, endi chorvangizni barakasini beraversin. Bundan da ziyoda bo'lavering ukajon. Qo'zilar zo'r ekan. Qo'zilarni ko'rdim. Umuman gap bo'lish mumkin. Holatlari zo'r. Menga qarang, aytgan bahongizdan bir ozroqgina kelishilayotgan joyi yo'qmi ukajon? Aka, men buni 38 deb aka 37 qilib beraman deb ko'rib. Yo'q narsani aytayotganim yo'q sizga aka. Menga qarang, endi hech kim ham aytgani sotmaydi. Hech kim ham o'zini kindini o'zi kesmagan, bilasiz. Shunday. Shu aytgan bahongizdan qancha siylab berasiz ukajon? Xudoylikka. Aka, shundan ham o'tib beraymi men? Endi ozroqgina siylab bersangiz, aka-ukalarimiz bir duo qilaydi-da sizda. Bir chiroyli qilib siylab bering shu aytgan bahongizdan. Aka, 50 ming o'tib beraman. Ya 50 ming demang, odam uyaltirmang, 50 ming. Aka, nima deymi ho'kizamizki men 50 ming desangiz odam uyalib ketyapti. Sizga 50 ming yarashmaydi endi. Men buni 3,5 million demadim-ku aka, sizga 38 demadim aka. Xudoylikka, oxirgi bitta o'tib berayotganingizni ayting bo'ldi. Aka, marchasiga. Marchasiga obunachilar bilib qolishgan aka, olib qochisi yo'q aka. Hozir 50 ming o'tdim desam, obunachilar ham hayron bo'ladi. Bu har doim 100 o'tar, nima uchun bugun 100 o'tdi. Shunda uyaltirmang odamni. Bo'ldi aka, shu an'anaga sodiq. 3 million 200 ming so'mdan 100 ming gamiga olishdim bitta. 3 million 200 dan bir qo'lga. Bir qo'lga. Yana ham bitta gap aka. Birov kelib turib 80 ta emas, 20 ta olaman yo 10 ta olaman degan odamga ham o'rtasidan tayoq tashlab bo'lib beraveraman. O'sha baho ketaveradi. O'sha baho. Lekin ayirib olaman degan odamga 4 milliondan ham bera olmayman. Ayirib olish, tanlab olishga boshqacha bo'ladi. Shunday. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, endi shoshilinglar. Endi shoshilmasanglar bo'lmaydi. Akalar yangi tandirdan chiqqan issiqqina nonda akalar tog'dan hozirgina keldi akalar. Mana endi qo'zilarning udorlari birinchi partiya qo'zilardi. Akalar narx ham go'zal bo'ldi, qo'zilarning o'zi ham go'zal. Akalar shoshilasizlar endi. Do'stlar, mana qo'zilar. Qani ushlang, bo'ynidan ushlang-da bitta. Bo'ynidan ushlang, bo'ynidan. Akalar mana chori qo'chqar ham o'zini dam beradi. Bunga qarang, gaziga bir e'tibor bering. Qo'zini qarang. Mana qo'zi. Akalar luba shishagizga dam beradi. Qulog'ini qarang mana. Ana qo'zini udori. Akalar, nima deyapti qo'zi? Mana do'stlar, bu birinchi partiya qo'zilar edi. Akalar, mana qo'zi. Mana holatlariga bir e'tibor beraverasizlar. Uchqunjon, labay aka. Endi aka-ukalarimiz kelsa, yurtdoshlar kelsa, shu qo'zilarni ko'rsataverasiz aka. Shunday akajon, bemalol kelib ko'rish olishaversin. Qani qo'zini ko'rsating-da, kuch bermaydi-da akalar. Mana qo'zini udori. Vobshim nasl bobi-da, nasl bobi akalar qo'chqorchalardi. Mana nima deyapti bu qo'chqorchalar akalar? Aka, mol bilinmayapti, charchayapti-da, hozir kelyapti aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, bu birinchi partiya qo'chqorlarda, hozir endi ikkinchi partiya qo'chqorlar bor ekan, ularning ukalari, mana shularning ukalari bor ekan, ularni ham ko'rsatamiz. Laytikum millatilakilar, biz doim xizmatdamiz, doim mana shunday foydali, manfaatli videolarni muntazam ko'rsatamiz akalar. Bo'lmasa ikkinchi partiya qo'zilarni ko'rsatishni boshladik akalar.
Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana endi ikkinchi partiya qo'zilardan ko'rsatishni boshladik. Akalar, bular ham qirq-qirq, kallalari ham nihoyatda chiroyli, gavdalari ham kelishgan. Akalar, mana ikkinchi partiya qo'zilar ham voshim udor qo'zilar kelib qopti akalar. Mana bir mazza qilib tomosha qilasizlar. Mana shunday qo'zilar qidirib yurgan aka-ukalarimizga mana ikkinchi partiya qo'zini ham ko'rsatyapmiz. Uchqunjon, labba akajon. ukajon, bu yerda ikkinchi partiyada necha bosh qo'zi bor? Bu yerda aka 14 bosh qo'zi bor. Ha, 14 bosh qo'zi bor. 14 bosh qo'zi bor. Qo'zilar yaxshi ekan ikkinchi partiya. Qo'zilar zo'r qo'zi aka. Ha, zo'r ekanligi. Hamyonbop qo'zi aka, bunda qisqa qilib aytganda. Kambag'alni boy qiladi. Kambag'alni boy qilaman degan hamyonbop qo'zilar aka. Narxi ham shu arzon bo'ladi. Narxi aka suvga oqa bugun. Ha, suv tekin bo'ladimi? Shunda aka. Narx suv tekin bo'lar ekan akalar. Mana endi. Aka, bitta narsasi, buni ham hammasi qo'chqorchada. Hammasi qo'chqor. Buni ham hammasi qo'chqor. Ichida urg'ochisi yo'q buni. Ichida urg'ochisi yo'q, hammasi qo'chqor ekan akalar. Bitta odamni qo'zisi aka bu. Bularni men qarang, necha bosh dedingiz? 14 ta. 14 boshni bir qo'lga o'zi bitta odam qo'chqar ekan-da. O'zi bir kishi oladigan mol aka. Bitta odam shundagina olib tashab qo'ysa, yaxshi bir 5 millionlik, 6 millionlik qo'chqor bo'lib ketadi-da bular ham aka. Bular tomoqdan qiynalganda faqat ming molni ichiga yurgan aka rizqini terib. Buni ularga mehr kerak. Mehr kerak, dilni parvarish kerak bunda aka. Bularni bahosini ayting, qancha chiroyli bo'ladimi? Aka, buni bahosini nima desam ekan? 2,5 26 demayman aka. Yo'q, ha. Oldi qo'shsa 23 dan berilsin aka, bir joyga beraman 14 ta. Bir qo'lga 23 dan. 23 dan bo'lsa 14 ta qo'l beraman. Uchqunjon, sizga rahmat ukajon. Shunchalik darajada kelishtirib qo'ydi, holati bilan, narxi bilan aytyapsiz. Endi 23 degan bilan hech kim ham aytgani sotmaydi. Ya unda desangiz aka 2,5. Ha, menga qarang, shu 23 deyapsiz ukajon. Chorvangizni barakasini beraversin. Bundan-da ziyoda bo'lavering. Xalqning duosi uchun shularni bahosidan qancha siylab berasiz? Xalqning duosi uchun. Aka, bu o'zi bir mayda narsa aka. Menga qarang, shu hoji bobolarimiz, hoji onalarimiz bizga duo qilsin, sizni bizga duo qilsin-da, chorvamizni rivojini beraversin. Bunga aka bundada toza maydalashib 10 ming 20 ming etmaylik. Bu 50 ming ham bersin. 50 ming, 2250. 2250 ming bersin aka. Menga qarang, shu 50 ming deb olib tashlasa qanday bo'ladi? U jabr bo'lib ketadi aka. Jabr bo'lib ketadi. Jabr bo'lib ketadi. Jabr demang, shuni 50 ming deb olib tashlaylik. Aka, olsin xalqimiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana endi shoshilinglar. Akalar, endi shoshilmasanglar bo'lmaydi. Bunaqangi kattalikdagi, bunaqangi gazli qo'chqorchalarni hayotda muncha narxga bermaydi akalar. Lekin biz obunachilarimiz uchun, hamyurtlarimiz uchun ko'rsatib qo'yyapmiz akalar. Mana endi shoshilmasanglar bo'lmaydi. Akalar, qo'chqorchalar voshim udar ikkinchi partiya ham. Akalar 22 dan bo'lib ketdi. Katta qo'chqorcha. Ay, bu tomoqdan qiynalgan aka. Mazza qilib mehr berib qarasangiz, katta qo'chqor bo'ladi akalar. Ay, bu tomoqdan qiynalgan. Realni noni bor akalar, noni bor. Bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Do'stlar, bugungi videoda biz Uchqunjon bilan birgalikda ikki partiya qo'chqor ko'rsatdik. Qo'zi qo'chqorlarni, xusorlarini, zo'rlarini ko'rsatdik. Akalar, mana shu videoni pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol sotib olaverasizlar. Biz qoldirib ketgan batafsil ma'lumotlarni so'rab, bilib, aloqalashib, do'stlar sotib olaverasizlar. Doim xizmatdamiz. Doim so'ragan aka-ukalarimizga mana shunday videolarni ko'rsatyapmiz. Manzil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasiga kelaverasizlar akalar. Lokatsiyalarni so'rab. Akalar, mana shunday videolarni ko'rib, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.